Necha yil bo'ldi shu bilan kurashayotgan? 24 boshida. Ha, tем более o'zingiz mediksiz. Sizga aytishdiki, malый tazni bitta MRT qilsang bo'ldi, onkologiya yo'q, boraver. Endi men to'g'ri qabul qilaman. Onkologiyadagi mutaxassislar, onkologiyada ishlaydigan mutaxassislar onkologiyani boshlanishi, o'sha ko'rganda, to'qimani, o'simtani ko'rganda va u o'sha infiltratsiya jarayonlari bo'lsa, ana unda ular vahima qiladi. Lekin onkologiyanigacha bo'lgan davri, masalan, hozir bu yerda displaziya C2 chiqyapti. Biri tugatib, ikki boshlanyapti. Bu holatingiz MRTda ko'rinmaydi, opa. O'sha kuni ham mana aytdingiz, nechta mutaxassisga boraman, analiz topshir deganda, "Yo'q, to'xta, o'ylab ko'ray" deb ketib qolaman dedingiz. Siz kelib analiz topshirgan kuningiz, "Men gapirdim, bizani tanlashga qaror qilibdilar, наконец" dedim. Endi bu yerda C2. Men o'sha kuni ham aytdim, saskop nima desa, opa, shuni qilish kerak. 3 ga o'tsa, o'sha MRTda kutgan natijangizni olasiz. O'shaning uchun 3 ga o'tmasidan oldin toza to'qima chiqqunicha chiroyli qilib kesib, o'sha joyini olib tashlab, keyin kuydirib qo'yamiz. Tug'maysiz-u, bachadon bo'ynini mashincha qoldirib beraman. Xo'p, o'shanda bu muammodan qutulasiz. Bu yashash emas. Ertaga onkologiyaga o'tib ketarmikin, birovga borib, bu mutaxassisga boring, u boshqa gap gapiradi, keyingisiga borasiz, yana boshqa gap eshitasiz. O'shaning uchun bu yashash emas. Maza qilib uxlang, opa.